ko'pchilik mendan so'raydi, Amir opa energiyangiz ko'p-da, energiyangiz qayerdan? Men aytaman, Xudodan. Energiya просто tak kelmaydi. Yoki uni sizga Xudo beradi, yoki uni sizga Xudo bermaydi. U esa sizning holatingizga bog'liq. Ichingizda noshukur bo'lib yashasangiz, energiyangiz shunga ketadi. Qayerda e'tibor bo'lsa, o'sha yerga energiya. Agar energiyangizni o'tmishga berib, yomon kunlarni eslab, o'sha kimnidir yomon ko'rib yashasangizga, shundoq energiyangizni sotasiz. Energiyangizni bepul beryapsiz o'sha odamga. Nima keragi bor sizga? Energiyangizni asrang, yomon gapdan, g'iybatdan, fisq fasoddan, kimnidir yomonlashdan asrang energiyangizni, asrang. Chunki har gal kimnidir yomonlaganingizda energiya ketadi. To'xtang, o'sha joyda to'xtang, yo deng. Ba'zan shunaqa bo'ladi, g'iybatdan keyin odamda yomon energiyasi tushib ketadi. Nega shunaqa bo'ladi? Chunki bu energiya shunaqa ishlaydi. Energiyangizni bekorga hech narsaga pulingizni sarflamang, ehtiyot qilib sarflaysiz, energiyangizni shunaqa ehtiyot qiling.